1.8 Lacetti ishqibozlari uchun navbatdagi Lacetti avtomobili zo'r holatdagi navrotlari bilan 2009-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysi avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 208 ming kilometr. Mashinaga 4-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlari ham a'lo darajada, motor korobkada hech qanaqa muammosi yo'q, hadovoylari ham yaxshi holatda. Oyog'ida Gentra'ning 3-paysi diskalar taqilgan, balonlari ham o'rtacha holatda, yangi emas, eski ham emas. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratniy, приятный salon, chexol poligi bor, qanaqadir har doimgidek Findifirskiy rul o'rnatilgan, Malibu 2 ni bari o'rnatilgan, monitor o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magic Car bor, akkuratniy, приятный salon. Kuzovidagi aybiga keladigan bo'lsak, oldi kapot va krilosi yuzaki sepilgan, ichki qismlari zavod holatida turibdi, usilitel bo'yalmagan, alishmagan, lonjirolari but-butun. O'zini lehki changi bilan turibdi, moy-poylar oqib ketmagan va orqa chap eshigi bu ham yuzaki sepilgan, ichiga o'tmagan, qolgan joylari toza, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6200. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.